Payg'ambar alayhissalom suyukli qizlari Fotimai Zahroni turmushga bergach, uni Hazrati Ali xonadoniga kuzatayotganlarida bunday nasihat qilganlar: Qizim, o'zingni hamisha ozoda tut. Robbingni zikr qil va vujudingni suv bilan pokla. Ering senga boqqanida xursand bo'lsin. Ko'zlaringga surma qo'y, chunki u ayollarga ziynatdir. Boshingga zaytun moyidan surt, chunki zaytun moyi surgan ayolga shayton yaqinlashmaydi. Ey Fotima, ering senga qaraganida ko'zlaringni yumma, toki muhabbating kuchaysin. Ering boshqa tarafga qaragan paytda uning yuziga boq. U bilan bir oy ro'za tutganlik savobini olasan. Ey Fotima, ering seni yotoqqa chaqirganda rad etma. Bunday qilsang Allohning la'natiga qolasan. Ey Fotima, yaqinlik paytida quvnoq bo'l, toki eringning muhabbati ortib boshqaga ko'ngil qo'ymasin. Ey Fotima, eringning kamchiliklarini, aybini birovga aytma. Bunday qilsang Allohning, payg'ambarning, farishtalarning va eringning nafratiga uchraysan. Ey Fotima, bu o'g'itlarni menga Jabroil so'zladi.